Aytsam ishonmaydiganlar videoni oxirigacha ko'ring. Siz ham nurli niyatlarga qatnashib, aynan mening ishtirokchilarim kabi natijalarga erishishingiz mumkin. Nurli niyatlar daftari noyabr oyida sotuvga chiqdi va bir haftaning ichida 510 ta ishtirokchim sotib olishdi. Har kuni qanaqa niyatlar yozishsa, niyatlarga erishishdi. Mana bu natijalarni o'zingiz ham ko'ryapsiz. Juda ham ko'p ishtirokchilarim 6 million, 20 million, 48 million, hattoki eng katta 250 millionlik qarzlarni ham to'lashdi. Mashina sotib olgan ishtirokchilarimiz tilla taqinchoqlar sog'aya kelgan, turmush o'rtog'i bilan munosabatlar yaxshilangan, ichishni tashlagan, boshqa ayollar bilan gaplashishni to'xtatgan, pullar kelgan, savdolar yurishib ketgan, farzandlari ishga kirgan, sog'liq bo'yicha natijalar, har bir mavzuda juda ham ko'p natijalarga erishib kelishyapti. Agar siz ham nurli niyatlar daftar va darsimga yozilmoqchi bo'lsangiz, kommentariyda niyat so'zini yozib qoldiring.